Hey, hammaga salom aziz do'stlar, sizlar bilan Muzollo kanali va bugungi o'yinimizda Kakasiz parking o'yini bo'ladi. Xo'p. Nima qilamiz? Bugun Jigulida probkada tur challenge bo'ladi. Uzoq joyga boramiz. Har bitta turilgani -1 ochko ketib turadi. Va 2107 avtomobili men bilan uyman kelishini. -1 ochko yo'qotdim, qo'rqib ketdim. Xo'p. Mas'uliyat meni bo'ynimda. Yutishim, yutqizishim o'zimning qo'limda. Lekin vaqtdan bor ko'rayotganingizdek. Sekin bu yoqqa chiqamiz. Uni o'tolishimiz ham mumkin. Chunki ancha repetitsiya qilyotdim bu videoni olishga. Har bitta ideyamga o'zi repetitsiya qilaman, birdaniga boshlab ketmayman. 3 yoki 5 martalab video qayta olinadi. Mana 1 ochkoyimiz ham ketdi, o'yin boshqaruv. Strishniga chiqsam ham oqizib keladi. Bir xilla to'xtaydi, katta mashinalar to'xtaydi. Oddiy to'xtasa bo'ladigan imkoni bor mashinalar to'xtamaydi. Celeste ham buni qildim, lekin Celeste ko'p ketdi, yutqizib qo'ydim. Bunda yutdim bir marta. Sekin o'tib olamiz. Buni ham ketdi, lekin kontrol qilsa bo'ladi. Sekin yursa ketmaydi. Pоворotlarda ham gaz bossa driftga kirib ketadi. Drift qilib. O'tishim bilan, voy, malades. Shuncha mashina qolib ketdi. Mam probka paytimda mamga kirvasalar bo'ladi. Qo'rqib ketdim, meni bekor sura yo'qotim deb. Chiqib ketsanglar bo'ladi. Yana urdim. Bu o'yin o'ynaydiganlar bilsa kerak, qana qiyinligini atilab qilmayman. O'rnida bo'lsam haydab ketaman deganlar bemalol. Sekin bu yoqdan haydab urilmasligimiz uchun kutib turamiz. Mashinalar bemalol to'xtab beradi. Ora joy qoldirib bir xillarini o'tiradi. O'zidan oldiga turasizlar vashi. Mamtamga otib bitta mashina. Riskga o'tamiz. Ochko kerak, 1 ochko bo'lsa ham jalka. Jalka emas derdim, lekin yutqizib qo'ysam shuncha kelgan mehnatimga, shuncha ko'rgan vaqtinglarga. Sal tiramiz oldinga. Oldinga tirayman, kelmayapti. Chunki bundan orqaga yurib, bu yoqqa chiqib ketishim ham bor. Orqamdan mashinalar keladi. Böyle yuribdi, tirasam ham bo'lar ekan. Sekin uzr bu kutib turganingizga men bekorga to'rimiz ham yaxshi ishlamayapti. Bekorgani. Xullas gapim esimdan chiqib qoldi. Bemalol oldinglarga qo'shilib ketaman, sizlar kutib turibsizlar. Botlardan uzr so'rayman. Shunaqa. Bu yo'yimni qo'shil o'ssam voy. Mayli, jalka emas, zato yutqizmayapmiz. Xo'p. Sekin bu yoqqa ham o'tamiz. Qoching. Mana Spark o'xshaydi, uzoqdan qarasa. Buni orqasiga tiramiz. Aytgancha mashinamizning rangi mana. Atilab shunaqa rang qildim. Qora qilsam ham bo'lardi, lekin rekdagi rang. Bu Jigulini ko'rganda, voy, anu trenddagi Jiguli deyishadi. Bilasizlar, ko'k bilan siyoh rang asosan trend yuradi. Shular emas, bilmadim, siyoh rang mana desam to'xtamaydi. Ko'rardim, lekin video olinayotdi, o'zi hayotdan ko'p so'kmayman. Gazlab, to'xtab beraymi? Bu yo'lni olamiz. Voy. Shuncha mashinaga otdi, lekin biz bundan qasddan kelamiz. Bu yo'lga chiqib ketsa vashi -1 ochko bermaydi. Mashinalarga urilmayapmanmi? Yo'q. To'xtab qolmayapmanmi? Yo'q. Jiguli shunaqa uchun olingandi, to'g'rimi? Bu juda ham jo'rski mashina. Xullas, Celeste bo'lmadi. Celeste 63 o'tgan videoda ko'rganlar. Menimcha dushi Celeste fanatlar ko'rdi, juda ham ko'p ko'rildi. Endi xudo xolasa niyat bor. Niyat yaxshilab missiyalarimni bajarib BMW Intour Competition olish. Undan bilan ham video chiqaraman. Celeste yengidis ustiga haydanim o'zim ham, chunki men kontrol rul
Bilmadim nimagadir boshqarilmayapti ham. Mana bunaqa yuribdi, lekin kerakli paytda bu ham tormoz ham, gaz yaxshi qattiq bosilyapti. Hozir yutqizib qo'ying desa, lekin bilmadim do'stlar. 5 minut vaqtim ketdi shu narsaga. Hamda uchib kelishyapti-da, bor bo'lmasa o'zim bilardim. Ikkita yo'l bor edi-yu, u yo bu deydi-ku shunaqa. Bitta kechim kelmayapti, lekin chiqqanda keladi mana. Omadimiz keldi. O'zi urilishga ham qo'rqsa bo'ladi, chunki ko'p urilsa ham videoni to'xtatadi. O'ting, siz o'ting, biz o'tmaylik, biz qolib ketaylik. Orqamdagidan ming bor uzr so'rayman. Sal endi mamyorga turamiz. Mamtan tosh yoki nimadir chiqsa yana urilaman min surachku. Bo'lmasa mamti mashinalar kelyapti, yana qaraman min surachku. O'ynam biladi, qiyinlashtirishni. Bosib ketaman, mana aytganim. So'z isboti bilan. Necha yuribdi, 50 mi? Bizga farqi yo'q. Yana-chi men bitta narsani ko'rsam sizlarga urilmasak. Men sportda turibdi, driftda emas yana. 6 minutdan beri video olayotgan ekan. Bu vaqtda o'zim qo'ymayman yoki X recorder degan ovoz yozadigan narsadan chiqmagan. Ay. Umuman unga temadim. Qatta finishi bo'ldi, urilishdan ham qo'rqaman chunki bo'ldi boshdan boshlayman desa video cho'ziladi. Video cho'zilsa albatta sizlarga yoqmaydi. Sekin yo'lga o'taman. Mamtimni boyga o'rgatgan taktikani qilamiz. Qopchi. Kira olamiz. Uy. Mayli chiqisi yo'q. Anolar ham o'tib ketib qoldi. Bekorga bir ochko yo'qotdik. Victory yutdik, yes. Mana pulimiz 10 ming qancha dirham qilib berdi. Hop, o'tgan videodagi sales ko'rsam. Sales bananimiz. Diskalari, imamtlari, karbon qildirdim, tepalarini yaxshi ko'rinmayapti. Bitta ko'rsam menga qo'yib. Yurishlar ham ancha o'zgargan. Buni kirib videoni to'xtatamiz. Sekin endi buni orqasi bilan tiqib qo'yamiz mashinani. Car parkingda ham yangi video chiqadi. Bu videoda maksimal aktivligini ko'rsatsalar. Nimaga aktivlik so'raysan, chiqarurmaysanmi deyishinglar mumkin. Chiqaruraman. Muammosi yo'q narsani. Lekin aytmoqchi bo'lgan narsam bor meni. Xo'p. Mashina oldim deb W201 ga chiqardim. 124 deb adashib. Keyin anaqa qildim. Sales oldim deb chiqardim. Hadim mashina oldim deb chiqarsam bir xil mavzu ko'pchilik ko'rmaydi. Voy, mamma ham mashinasini zo'r joy tiqibdi, malades. Siltishini ko'rdinglar? Bu video mana shunaqa videolar qo'yib turibman. Probkada qol challenge, urilma challenge, qo'ylashma cho, bekinma cho. Mashinada bo'ladi faqat. Nimaga endi mashinada deb kimdirlar savol bersa, endi o'g'il bolaga qiziq narsa bu mashina, bir xillan yuragida Mercedes, bir xillankida BMW. Qaysi o'g'il bola misol uchun Barbie o'yinini o'ynashga qiziqmasa kerak. Shuni o'qiyamordik. Shuning uchun ham mana shunaqa videolar qo'yaman, bitta akadan havas qilib. Uni o'tolib, Keyin bu selesini ham ko'rsataman bu videodan keyin. Keyin Jigulini ham beraman. Undan keyin mashina oldim desam kerak yoki bularning orasiga tiqaman, faqat nomini o'zgartirib.
Ko'rsanglar bo'ladi, oldingi sellesdan emas, ancha boshqa selles. O'zgargan. Voy, kerak emas edi shu. Bu o'zi qilib beradimi? Xullas, o'zgargan mana bu orqa faralarini hozir ko'ra olmaymiz. Yangi video chiqazaman, nima tuninglar qilganimni, nechta pul ketganini. Obshi $100,000 dan ko'p ketdi, nimalarga ko'rsataman hammasiga. Keyingi videoda hammaga rahmat videoni ko'rganingiz uchun. Like bosib, izoh yozing, esingizdan chiqmasin.